Assalomu alaykum yig'ilish ishtirokchilari. Yangi O'zbekiston massivini qurish dasturi ijrosi yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-dekabrdagi PF32 sonli farmoni asosida Sirdaryo viloyati Yangiyer shahri Abdurahmon Jomiy mahalla hududida tashabbuskor tadbirkorlar tomonidan bank kreditlari mablag'lari jalb qilgan holda 50 ta ming xonadonli ko'p qavatli uy-joylar qurishi rejalashtirilgan edi. Bugungi kunda Yangiyer shahrida jami ushbu 50 ta ko'p qavatli uy-joylar qurilishi uchun 16 gektar yer maydonlari Yangi O'zbekiston massivini barpo etish uchun ajratilgan. Unga bosh loyihachi qilib qishloq qurilish loyiha davlat muassasasi belgilab olingan. Bu 3 bosqichda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Bu 2022-25-yillarda bajarilishi ko'zda tutilgan. Bugun kungacha 2022-24-yillargacha 25 ta ko'p qavatli uylarimiz fuqarolarimizga foydalanishga qabul qilingan, topshirilgan. Joriy yilning yil yakuni bilan qolgan 25 ta ko'p qavatli uyimiz foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilmoqda. 2025-yilda ikkita ko'p qavatli uy joylarini foydalanishga topshirish bo'yicha joriy mana shu oy yakuni bilan foydalanishga qabul qilinadi. Ushbu Yangi O'zbekiston massivini kommunikatsiya infratuzilma obyektlari bo'yicha 1,6 kilometr ichki yo'llar qurilib, foydalanishga topshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 6-apreldagi PQ93 sonli qarori ijrosi yuzasidan Yangiyer shahrida barpo etiladigan infratuzilma va ijtimoiy obyektlarni yangi qurish, ta'mirlash ishlari amalga oshirilishi, jumladan suvning qattiqlik darajasi yuqori bo'lgan suv olish quduqlari o'rniga gidrogeologiyaning ijobiy xulosasi asosida yangi quduqlarni qazish, Yangiyer shahri ichki yo'llarini ta'mirlash, Yangiyer shahar Davlatobod mahalla fuqarolar yig'ini Navoiy ko'chasi 1,2 kilometr uzunlikdagi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun moslashtirish, Yangiyer shahridagi 8 ta ko'p qavatli uy-joylarni bazalit qoplamasi bilan qoplash va tutash hududlarini obodonlashtirish, Yangiyer shahar Ma'rifat mahallasi hududidagi 9 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining rekonstruksiya qilish, Yangiyer shahar Shukrona MFIdagi 11 sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish hamda Yangiyer shahridagi sport maktabi binosini ta'mirlash va akademik eshish bazasini barpo etish bo'yicha ishlar bugungi kunda tegishli pudratchilar tomonidan qurilish ishlari boshlab yuborildi. Sirdaryo viloyati ishbilarmonlik muhiti, infratuzilma va aholi turmush darajasini yanada yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori 13A ilovasi 26-bandi ijrosini ta'minlash maqsadida Yangiyer shahar hududida fuqarolarni yakka tartibda uy-joy qurish uchun jami 27,59 gektar yer maydonlari hozirgi kunda aksion elektron platformasi orqali fuqarolarimizning yer maydonlariga bo'lgan huquqlari e'tirof etilib, platformaga joylashtirish ishlari olib borilmoqda. Elektr tarmoqlari bo'yicha Yangiyer shahar elektr tarmoqlari tomonidan 2025-26 kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish bo'yicha jami 27,6 kilometr uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlari, 11 dona transformator punktlari, 50 kilometrdan ortiq joriy tarmoqlar ta'mirlanishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 23-sentyabrdagi PQ330 sonli qarori bilan Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida eng og'ir mahalla deb Yangiobod hamda Navro'zobod mahallari tanlab olingan bo'lib, bugungi kunda Navro'zobod va Yangiobod MFIlarida 8,7 kilometr uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlari va 1 dona transformator punktlarini rekonstruksiya qilish va modernizatsiyasini yakunlash ishlari davom etmoqda. Navro'zobod va Yangiobod MFI hududida yangi temir beton ustunlar olib borilib, ushbu ustunlarni o'rnatishlari yakuniga yetkazilmoqda. Abdurahmon Jomiy mahallasi Yangi O'zbekiston massivida 5 dona transformator punktlarini o'rnatildi hamda 900 metr yer osti kabellari tortildi. Hududiy gaz tarmoqlari
bo'yicha olib borilayotgan ishlar bo'yicha 2025-yil, 26-yillar kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish bo'yicha mavjud jami 73 dona gaz taqsimlash qurilmalari belgilangan reja grafik asosida rejim sozlash ishlari amalga oshirildi. Yangi shahar, Abdurahmon Jomiy mahallasi, Yangi O'zbekiston massivi hududida bir dona yuqori bosimli gaz taqsimlash qurilma stansiyasi qurib foydalanishga topshirildi. Yangi shahardagi mavjud yer osti gaz quvurlarini maxsus asboblar yordamida nazorat qilish jami 7,6 kilometr tarmoq qurib foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari 25 kilometr yer osti gaz quvurlarini 9 kilometr qismi rekonstruksiya qilinib, mukammal ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Ichimlik suv tarmoqlari bo'yicha bugungi kunda shahrimiz aholisining markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 90% ga yetdi. Oqova suv xizmati bilan qamrab olinganlik darajasi 71% ni tashkil etadi. Shu bilan birga shaharning 12 ta mahallalarida markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 80%. So'nggi 4 yilda sohadagi maxsus texnika bazasini yanada yaxshilash maqsadida ikkita har xil turdagi texnikalar xarid qilindi. Shu bilan birga ta'mirlash tiklash brigadalari soni bittadan 2 taga ko'paydi. Natijada avariyalar va nosozliklarni bartaraf etish vaqtida 6-12 soatlik 4-8 soatgacha kamaytirildi. Ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida mahallalarda 6 ta elektr tejamkor va suv nasoslari o'rnatildi. 1,5 kilometr ichimlik suv tarmog'i joriy ta'mirlandi. 3 kilometr oshiq oqova suv tarmoqlari maxsus texnikalar yordamida tozalanib, foydalanishga qabul qilindi. Hamda Temur Malik, Bobur, Navro'zobod MFLarida jami 4 dona yangi ichimlik suv quduqlari barpo etildi. Ma'rifat mahallasida 500 metr ichimlik suv tarmog'i tortilib, mahalla fuqarolar yig'ini hududida ichimlik suv ta'minoti tubdan yaxshilandi. Yangi shahardagi eng og'ir mahalla deb yuqorida aytib o'tgan Yangiobod hamda Navro'zobod mahallalari infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi. Jumladan, Navro'zobod mahallasidagi aholi tomorqalarini suv bilan ta'minlash uchun bir dona sug'orish quduqlari qurilib foydalanishga topshirildi. Navro'zobod mahallasidagi Tafakkur ko'chasi 670 kilometr qismiga asfalt qoplamasi yotqizildi. Navro'zobod mahallasidagi 110/35-10 kW Navoiy podstansiyasidan chiquvchi 10 kWlik Navro'zobod Xatirchiga ulangan TP85 400 kW dan chiquvchi 0,4 kW hamda transformator podstansiyasi 81/400 kW dan chiquvchi 2 km 0,4 kW yangi tarmoq ishga tushirildi. 110 kWlik Navoiy podstansiyasidan chiquvchi 10 kW Qoraqirga ulangan TP800/400 kW gacha qo'shimcha bir dona transformator podstansiyasi o'rnatish, biri 3 km 0,4 kW, biri 4 km ya'ni 0,122 km hamda 0,115 km 10 km havo tarmog'i qurish ishlari yakuniga yetkazildi. Yangiobod bo'yicha Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inidagi aholi tomorqalarini suv bilan ta'minlash bo'yicha 2 dona quduq foydalanishga topshirildi. Yangiobod mahallasidagi Bog'i Eram ko'chasi 650 km qismiga asfalt qoplamasi, Elsivar ko'chasiga esa 1,4 km asfalt yotqizish ishlari hozir boshlash arafasida turibdi. Yangiobod mahallasidagi 0,17 km yangi podstansiya qurish ko'zda tutilgan. Yangiobod mahallasidagi jami 1,5 km optik tolali aloqa liniyalarini qurish va 8 dona sprinter qurilmasini o'rnatish ishlari amalga oshirilmoqda. Qisqacha hisobotim shulardan iborat. E'tiborlar uchun rahmat.